Boyagidan yaxshi bo'ldi, ancha yaxshi bo'ldi. Captiva Tour avtomobili bularda bo'layotgan muammo kislorodni dachiklashiga yonayotgan ekan. Buni programma qilish orqali o'chiriladi. O'shaning uchun hozir o'zlarini programmachini qo'yamiz. O'zlarini programmalarni ko'chirib, ichlarini to'g'irlab, programmalarni xatoliklarni o'chirib, zajiganalarni stage 1 o'ringa moslab to'g'irladik. Endi programmani avtomobilga yozamiz. Tabloda ham kodashib kelayotgan, kompyuterimizda ham kodashib kelayo'q. Ko'rishingiz mumkin. Yurish qanaqa? Boyagidan yengil, boyagidan yaxshi bo'ldi, ancha yaxshi bo'ldi. Ishlashlari ham yaxshilayapti. Kimga shunaqa sifatli garantiyali xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar.